Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdıka Cüruz, Washington'dan sözleyimiz. Leksiyalarımızda anlatıştan avval bugünkü haberlerinin mavzuları bilen sizlerle tanıştıraylı hürmetli vatandaşlarım. Mavzular mındak. Cungu'nun sabrı tahtı toştu. Uğraştın burunku umumi tayyarlıkını başladı. Hindistan qarapla qaldı. 7. ayının 18. günü doğuyor bit. Somro televiziyası bugünkü dünyaya nazar. Cungo Hindistan çığıra toqunuşunun keyindeki çoğun devletlerinin şahmat oyunu. 7. ayının 17. günü yutuldu. Somro yarışar liniyası Cenubu Asya'da Hindistan-Pakistan oturuşlu uruş partladı. Azatlık armiya çığırada əmeli oq bilen manver qıldı. 7. ayının 17. günü doğuyor. Zor Türkümde uruş ayrıpılalları Tibet'e kirdi. Güya uruş Xitay qılıvatqandak. Mavzulu haber 7. ayının 17. günü Van ve Torbeti ilan qıldı. Endilikte özümüzden mavzusu köçeyli hürmetli vatandaşlarım. Endiki mavzumuz da Amerika Birleşmiş Ştatları Devlet Meclisi Amerika Harbiy parxodlarının Tayvan portida turuşi to'g'risida qonun loyiha ma'qulladi. Tayvandan gulaqaqalari ochilib ketdi. Mavzuli xabar 7. ayının 17. günü Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Birleşmiş Ştatları Devlet Meclisi Avam Palatası qonun loyiha ma'qullab, bundan burun Kengash Palatası qonun loyiha ma'qullab, Amerika harbiy parxodlarining Tayvan, Kaohsiung va Tayvandan boshqa portlarda turishiga ruxsat qildi. Tayvan Tashqi ishlar ministrligi Shimoliy Amerika mahkamasining boshlig'i Shobi Mayu mundaq ko'rsatdi. Amerika Birleşmiş Ştatları Devlet Meclisi'nin qonun loyiha ma'qullash faoliyati orqali Tayvanni qo'llaganligiga va ko'ngil izhor qilganligiga rahmat aytdi. Bundan gulaqaqalari ochilib ketdi. U mundaq ko'rsatdi. Amerika ma'muriy organlarining Tayvanga davomli qurol-yarog' setib berganligi o'xshash. Tayvan munosabatlari qonuniga asoslanib, 6 turli kapolatnomaga asoslanib, Tayvanning mudofaa iqtidorini kuchaytirib, rayonning tinchligi va muqimligiga kapolat qilib kelgan Amerika bu ishni taraqqiyotning to'g'ri tarafi deb qaraymiz. Tayvan hokimiyat boshidagi partiya Demokratiya taraqqiyot partiyasining Huang Weiji mundaq ko'rsatdi. Amerika Davlat Majlisining davlat mudofaasiga huquq berish jumladan Amerika harbiy parxodlarining Tayvan portlarida to'xtashga ruxsat qilganligi bu masalada ma'muriy organlarning pozitsiyasiga qarashli. Yana bir xabar. Qo'shimcha bundan xabar qilaylik. Jungo Hindiston chegarasi jiddiy harorat o'rlashga boshladi. Jungo Tibetda urushga tayyorlik qilib kuch ko'rsatdi. Mavzuli xabar 7. ayının 17. günü Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qildi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo yarashar vaqt to'g'ri 7. ayının 17. günü 1 minut 25 sekundlik televiziya filmi ko'rsatib, Jungo armiyasining dengiz yüzüdən 5100 metr egizlik Tibet egizligida manevr elib berib atqanligini, jumladan amaliy manevr ekanligini ko'rsatdi. Jungo'nun alakadar to'g'ridir, yani mundaq dedi. Manver cümleden bazı yangi qurollarni sinaq qilishni o'z ichiga oladi. Yarashar vaqt gazeti bo'lsa mundaq ko'rsatdi. Manverga qatnashgan Tibet harbiy rayonining 2 tog'liq brigadalari ular uzundan beri Yalujang daryosining tuvan va o'rta iqlimlariga o'rinlashtirilgan. Chegara mudofaa vazifasini o'tayotgan qismlar.
Cungo armiyasının Tibet egizligida elip bargan bu qatımki harbiy manevri Hindistan matbuotlarının texmi diqqatini tartdı. Endi Asiya agentlığı mundaq dedi. Cungo armiyası bu qatım 11 saat harbiy manevr elip bardı. Manver tez yetkeşni köp xil armiyanın bir vaqt hücum qilishini o'z ichiga oladi. Shangang Janub Sahara gazeti mundaq ko'rsatdi. Jungo harbiy taraf Hindistan Jungo talash tartish qilayotgan rayonda kuch ko'rsatdi. Balki Jungo Hindistonga ogohlantirish berayotgan bo'lishi kerak.